Alo. Nima qilding? Tegma. O'yjam. Uyingga taqib ketasan. Yechmaysan. Bolalar, uyda o'ynayapmiz. Tushundingmi? Ha, yaxshi. Yusuf tayyor bo'lib tursin, olib ketaman. Kirmaysanmi? Yo'q, o'rtoq. Tegma, yechma. Qo'yding. Tegma. Voy. Yusuf, adang kelibdi. Tashqarida. Uchiga kelganmi? O'zlari ketdilar. O't. Bo'pti. Tegmaga hop. Nima? Hadi o'tir. Hozir yechib yuboraman. Yechma. Yusuf, kurtkani kiyib olgan, sovuq. Hop. Rashq bosmi? Nima bo'ldi? Nega sen unga tegan bo'lsan? O'rtog'im. O'rtog'ing? Qiz bola bilan o'g'il bolaning o'rtasida do'stlik bo'lmaydi, tushundingmi? Hop.